Miya anevrizmasi. Bu bosh miya qon tomirlari devorida sharsimon shaklda shish paydo bo'lishi. Bu eng xavfli kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Bu kasallik odatda ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi va uchinchisi ham bor. Uchinchisida hech qanaqa belgilar bermaydi. Xo'sh, birinchi turi bu insult, ya'ni bosh miyaga qon quyilishi bilan kechuvchi holat. Ikkinchi turi esa odatda ko'z nervini bosib qolgani uchun qovoqlarning yopilib qolishi yoki bo'lmasam ko'z ko'rishining tushib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Navbatdagi bemorimiz 1971-yil tug'ilgan erkak kishi. Bir oy oldin to'satdan avtomobil haydab ketayotgan joyda hushini yo'qotgan va tutqanoq xurujlari kuzatilgan. 2 hafta davomida reanimatsiyada davolangan va bizga murojaat qildi. Biz bosh miya MSKT angiografiya tekshiruvini o'tkazdik va u yerdan murakkab anevrizma topildi. Bemorga operatsiya taklif qildik, operatsiyaga rozi bo'lishdi va operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. Operatsiyadan keyin bosh miya MSKTsini yana qayta qildik va u yerda ijobiy o'zgarishlar namoyon bo'ldi. Hozirda bemorimizning ahvoli stabil va uylariga javob bermoqdamiz. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Ko'rishguncha.